endi mana shuncha yaxshiliklar, shuncha bir chiroyli xayriy ihsonlar Alloh qabul aylasin. Mana tabarruk yoshga, ya'ni bir kam mana o'zlari aytib turibdilar 90 yoshdagi Piri Badavlat otaxonimiz mana davramizda turibdilar. O'tabar aka, endi siz shu yerda istiqomat qilasiz. Endi bu namozlaringizda bu akalarimizni yurt haqqiga shuni bir uyli joyli bo'lishligiga sababchi insonlar yurtimizni, yurtboshimizni haqlariga chiroyli duoda bo'lsangiz, mana shu sizdan bo'ladigan shukrona shu endi. Aqimis solata lidulukish shamsi ila ghasaqil layli va qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Hozir yemisiz? Hammasi ortda qoldi, xudo xolasa, ha? Hayvonlar ancha yaxshi. Sog'liq qalay? Ha? Orlar yo'qmi? Kun borsa undan zo'r bo'ladi. Ha? Zo'r bo'lmadimi? Qatga borgan, qatga boradi. Santosh. Kuyastigami? Ha, gap yo'q, gap yo'q. Siz yemisiz axir? Xursandmisiz? Yaxshi insonlar duo qilyapsizmi? Hammalaring. Ha? Hammalaring. Nafaqat Dunyoda yaxshi insonlar bor ekanki, mana shu chet-chetlarda qolib ketmayapsiz. Ha? Men sababchi mana shu inson. Avvallo sababchi bu. Ha? Sababchi bor. Shu inson yoritmaganda, To'g'ri. ha, ko'pchilik ko'rmasdi. Agar siz bizni olib chiqmaganingizda biz bu yoqqa kelmasdik. Hamma sababchi. Hammasi sabab. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Boringlarga shukr. Hammalarga rahmat. Shu Dilmurjon hoji shogirdimizni qo'llab-quvvatlab, shu oilani ko'rib ta'sirlanib, qo'llayingdan kelgancha ehson qildilar. Mana ko'pchilikdan quyon ham qochib tura olmaydi-ku. Ko'pchilik bilan bir oila eski yo'llardan bir tekis yo'lga chiqdi. Birinchi o'rinda sog'lig'i, ikkinchi o'rinda uy-joy, mana sog'lig'i ham tiklandi, uylik ham bo'ldi. Mana bu yerda hozir povurlar kelib, xudo xolasa mana. Kelinglar. Bormaylar? Demisizlar? Povurlar mana sog'lashim, Nega yaxshimisiz? Qanday sog', charchamasizlar. Bardam qo'y. Bu hoji akamizni ko'p joylarda boshlarida taomlarni yeganman. Yazovonda nomer 1lardan bittasi. Chunki povur zo'r bo'lsa, ko'p joylarga boradi-da. Bizni даже biz suvlari qishloqda turamiz. Qishloqda yashayman. Suvlar qishloqlarga ham borib, qo'shni qishloqlarga ham borib xizmatlar qiladi. Qanday sog' bo'lsin. Charchamang. Number 1. Ha? Number 1. Bu nima deydi bu birinchisini? Bu patnuznomi 33 deyiladi. 33. Nimaga 33 deyiladi? 33 xil masala so'raymiz. Ha, o'sha uchun 33 deyiladi. Biroqlar maju ham deyshadi-ku, Vajuda endi u eski vajudan. 33. Odira bo'ladi. 33 ovqatni kim ichgan bo'lsa, kommentar yozib qolib, ichganmiz zo'r deb yozib qoladi. İçmaganlar bo'lsa, mana shu yazon kelsalar, mana shu 33 ta 35 ham qilib beraveradi. 40 mi? Gap yo'q, charchamayman. Oshdamladingiz? Osh tayyor, Ha, gap yo'q. Charchamayman. tayyor. Endi chakiramiz, obunachilar, bilan birgalikda bir tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Azizlar, yana bir sababchi inson kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Barakallah, barakallah. Mana shu bitta taomlashib oldim. Dandonlaringiz Alloh sog'sin. Barakallah, barakallah. Eson bo'linglar. Eson bo'linglar. Rahmat. Assalomu Aynali, aynali. Eson bo'linglar. Kepsiz. Dandonlaringizni Alloh sog'sin. Alloh razı olsun. Barakallah, Kepsizlar. barakallah. Assalomu alaykum. Ha, aynali. Eson bo'linglar. Dandonlaringizni Alloh sog'sin. Barakallah, barakallah. Assalomu alaykum. Ha, dandonlaringiz sog' bo'lsin. Barakallah. Eson bo'linglar. Sizlar ko'rishadigan kun ham bor ekan. Salomat bilan. Ama rahmat sizlarga. Alloh taolo avvalambor saharlik xotirjam berdi. O'zini eng ulug' ne'matini, tinchlik ne'matini butun dunyoga barqaror qildi. Yonlarimizda sehrgarchilik, ma'murchiliklarni ko'p yillar nasib etdi. Bir-birlarimizga bo'lgan mehr muruvvatimizni Alloh bundan ziyodat qilsin. Shodi xursand bilan chiroyli maqomda hayot kechirishib, qo'llarimizdan kelganicha bir-birlarimizni duo qilib,
doim siyli rahmda bo'lishimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Balla, sog' bo'linglar, eson bo'linglar, barakalloh. Qani, yuringlar. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolisa mehmonlarimiz duo go'ylarimiz kelishdi boshladi. Qo'llaringiz o'ta. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kelaveringlar. Hoji dada. Bismillahirrohmanirrohim. Xush kelibsizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Tan jonim sog'. Suv desa Taharakallah. Cemi zulmike rahmet. Bernata. Bismillah. Xush kelibsizlar. Omar rosa xursand bo'ldim. Qobilaga Rahmat. Otamizni Bella. urug'idan eng katta. Qobiljon necha kundan beri aytadilar. Zakas. Hasan akam kutdingmi Qobil akamdan kunlarni. Rahmat. Yig'lab. Son bo'linglar. Qani. Eng katta sababchilardan birlari Qobil aka. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qobil akamni Doim ota-onasiga rahmat avvalo. sog'lik ishlar qilib yuradilar-da. Ko'p ko'rganmiz Qobil akamni. Bismillah. Rahim. Assalomu alaykum. Balla. Hop. Bismillah. Kelinglar. Rahim. Qobil aka. Balla. Kelin. Ichidan masrofsiz seni duo qiladilar. Xudo xolisa. Ichinaman. Sal nafas ruxsatsiz. Buni joyga chiqdi hojatdan. Sinab oldingiz yaxshi. O'ting Qobil aka tepaga chiqing. Sal nafas ruxsat olib. Barakallah. Qobil akam bilan mana shunaqa ishlar boshlab qo'yib, Hamdonlarni sog' bo'lsin. Juda xursand bo'ldik-da. Bunaqa hammani qo'ldan kelavermaydi. Yoshligida o'zi mahallada masjid qurgan. Eson bo'ling. O'zini qurgan. O'zi ashi yig'ib terib masjid qurgan. ilohim sizni yo'lingizni bersin bizga ham, sizni yoshlaringizga kirib Bu yuraylik. ishlarda ilohim ajri boshqata. Alloh ajrini ko'rsatadi inshaalloh. Hamdonlarni sog' bo'lsin. Nechiga kirdingiz Hoji dada? Endi biz yoshmi? Sen noshroq qarayapsiz. Bir kam. Endi 90. Yuzlarga ham kirib duo qilib yuringlar bizni. Bali. Rahmat. Eson bo'linglar. Mana shu yangi uyda mana shu Mo'tabar tog'amga oldik mana. O'sha haligi buyrugiga madrasa qildirgan odamimiz mana shu odam. Hamdonlarni sog' bo'lsin. Mashlar sababda. Rahmat. Mashlar sabab. Eson bo'linglar. Qani bir ikki oyat Qur'on o'qing qolamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اغفر للوالدين والأستاذية والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب من دعوات ظريف البركات منذ الدرجات وقاضي الخاجات. Ey var Xudaya uzun mana shu g'oyat kalimalarning hurmati, kalom shariflarning hurmati,
Mana shu xonadonga doim fayzlik, barakali kunlarni ko'p yillar nasib bo'lsin. Parvardigorim ilohim mana shu xonadonda ilohim shu avlodda yashaydigan insonlarni hammalarini o'tganlarini hammalaridan rozi bo'l. O'tganlarini joylarini jannatda go'llarini finnur ayla. Ularni doim havz kafsarga serob qil. Qolganlarga sabr jamil, fayz baraka ato ayla. O'g'il qizlarini baxtli, saodatli qil, o'ngan o'sganlar qatorida qil. Parvardigorim o'zing hamma narsani bilguvchi zotsan. Bu kalarimizni hammalaridan Alloh o'zing rozi bo'l. Mana shunchalik harakat qilishi, shunchalik ilohim Alloh taolo bu muruvvat qilib shunchalik harakat qilishibdi. Bu ukalarimizdan Alloh o'zing rozi bo'l. Ishlarga rivoj ber, kasb-ikorlariga baraka ber. Nimaki yuraklarda yaxshi his-tur, bu orzu niyatlar bo'lsa o'zing kamolga yetkaz. Avvalambor o'zlarini qo'shganlar bilan qo'sha qarib, o'g'il qizlarni baxtini chol kampir birgalikda ko'rib, ko'p yillar umr guzaronlik qilib yurishlarini Alloh ularga nasib ayla. Bularni zurriyotlaridan ham olim, ulamoyi, hofiz Qur'on mana shunaqangi bir sahih zotlardan bo'lmoqligini Alloh o'zing nasib qilsin. O't balosidan, suv balosidan, barcha ofat shikast balolaringdan o'zing asra. Bemahal o'lim, quruq tuhmatdan, zolim zulmidan, shaytonning sharridan, yomon ko'zlardan o'zing asra. Parvardigorim yaxshilarga yondashtir, yomonlardan adashtir. Hammamizni ham bir-birlarimizga bo'lgan mehr muruvvatlarimizni bundan ham ziyoda aylab, qayerda bo'lsak ham bir-birlarimizni ardoqlab, duo qilib yurish maqomlarimizni Alloh zotidan nasib rozi qil. Mana bu ukamizni ham mana yangi xonadonlari muborak bo'lsin. Ilohim mana shu xonadonda chiroyli, shirin to'ylarda Allohning rizoligini topadigan to'y tomoshalarda guvohi bo'lishimizni hammamizga nasib rozi qilsin. O'ngan, o'sganlar qatorida qil. Nimaki yuraklarda yaxshi his, tuyg'u, orzu niyati bo'lsa Alloh o'zing kamolga yetkaz. Mana shu anjumanga, shu maqomga erishishga sabab bo'lgan mana ukalarimizdan ham Alloh o'zing rozi bo'l. Bu ukalarimizga ham nimaki qalblarida shirin orzu, his, tuyg'u, niyatlar bo'lsa Alloh o'zing kamolga yetkaz. Hech kim banda mo'minini noumid qo'yma. Doim bir-birlarimizni ardoqlab, duo qilib yurishlarimiz zotidan nasib bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Allohu akbar. Kepsizlar. Bemalol. Sog' bo'linglar. Salomatlisiz? Ajoyibsan. Nurmurodjon, yaxshimisiz? Hoji aka, yaxshimisiz? Yaxshimilar, sizlar? Yaxshimisiz? Salomatlisiz? Sizlar? Adamsizlar? Yaxshilar? Rahmat. Sizlar salomatmisizlar? Rahmat. Savobli ishlar davom ettiryapsizlarmi? Kam bo'lmanglar, Alloh kuch-quvvat bersin. Enali otizni to'y bosadi, mana shoirda olyapti, bizdan olyapmiz. Yaxshi-da. Shu shoirlar ham o'sha ustani duosi bilan-da. Yaxshi insonlar duosi bilan mana olib boryapti. Do'stlarimiz yaxshi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'p ekan, bu oilalar. Buni endi ustida turgan chetda qolib ketmadi. muhtaram prezidentimiz bu xalqqa, fuqarolarga juda e'tiborni katta qilyaptilar mana. Kundan kunga O'zbekistonimizda rivojlanish, taraqqiyot bisyor. Hamma sohada oldinga. Ilohim Alloh taolo yurtimizni tinch qilsin. Bizga bosh bo'lib turgan muhtaram prezidentimizni olib borayotgan barcha ishlarda Xudo taolo o'zi ko'makchi bo'lib, xayrli barakotli qilsin. O'ziga boshlaylik. Assalomu alaykum. Keling. Siz kattasiz. Bismillah. Salom. Hadi yursinlar. Kelinglar. Salom. Kelinglar. Va alaykum assalom. Hozir tuzimsiz? Alhamdulillah, rahmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshilar? Assalomu alaykum. Yaxshilar? Ba'zan tuzimsiz? O'tirsizlar, joyingizga o'tiring. Mana. Bo'l. Bir duo qiling endi. Yoqubbek.
Bismillahirrahmanirrahim. Robbi anzilna munzilan mubarakan anta khayrul munzilin. Parvardigor ushbu manzil makon xonadonlarda o'zing obod qilgin, olgan odamlarga xayrli, barakotli, muborakli qilgin. Hammalaringizga salomatmisizlar? Qanday sizlar damlaringizlar kelinglar. Salomatmi? Allohning panohida bo'laylik banda. Akam bu. Eson bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka siz chiqing. Yo'q, yo'q, Siz men chiqing. navbatdagi odamman aka. Mana turaman. Yo'q, bo'ldi. Alloh mana shu qilayotgan insonlarga foydada eski o'tirgan uyimni egasi. Ha, tanjoni. Rahmat o'g'lim, balla. Eson bo'linglar, barakalla. Ishim zarurda kirmayotgan ekanda majbur bu ko'rinishda ondan sog' qilsin. Keyin qoraga xullas mana shu yerda hozir Qobil aka degan inson o'zi Oqtepadanlar. Qo'shtepadan Oqtepadan. Bu videolarimni kuzatar ekan u aka. Aloqaga chiqdilarda qo'shnim bor onkolog dedi, gaplashib ko'ramiz dedi. Keyin ular bilan gaplashuvdi, doktorlar ko'raylik dedi, tekshiruvlar ko'rib chiqib, Xudoning rahmi kelib to'g'ri kelib qoldida, borib shu inson sabab bordik, hali operatsiya bepul o'tadigan bo'ldi-yu. Bitta buyrakni olib tashlaymiz dedi. Xavfdan qutulish uchun agar qo'yadigan bo'lsak, muammo kuchayib ketadi. Keyin roziligini olsam olamiz buyrakni. Keyin buyrakni oldirdik. Keyin endi operatsiyaga deb chiqishgan-ku. Keyin surishtirdim. Bu yashash joyi endi bir ahvol holatda. Keyin desam, bular uylari yo'q ekan. Hozir o'zlari kelib qoldi, mana shu insondan Alloh rozi bo'lsin. Bir tiyin pul olmasdan shu yerda bir pokizaligiga, ozodaligiga qarab tursalar bo'ldi deb shu cheklarda uy qurib qo'ygan ekan. Shu uyni berganlar bu odam. Shundaymi? Yashaveringlar, menga bir tiyin pullaring kerak bor. Endi ota, ikkita qiz bitta xonada. Endi sharoit keyin shu bilan bizni ko'rib turgan obunachilarimiz xalq kelinglar shu oilani bir uyli qilaylik deb qoldi. Shu bilan bir oy qattiq urindik, shu yaxshi izlaydilarda Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston har yoqdan shu pullar tashlashdi. Xudo bir ishimiz o'g'nab, Anvarxo'ja akam uylari to'g'ri kelib qoldi bizga. Keyin boshida $500 o'tib berdilar. Qiynalayotganimizni videolar ko'rib, yana uyni ustidan 20 million so'm o'tib berdilar. Rahmat. Mana shu uyga kelgan ash qizlar uchun Xudo operatsiyalarni o'tkazib hozir yaxshilar. Juda ulug'. O'shanga bugungi meni qattiq iltimosim shu loyihaga hissa qo'shgan minglab insonlar bor. Insonlar haqqiga Anvarxo'ja akaning bemorliklari bor, ichki haqlariga duo qilib qo'ysalar shuni so'raymiz. Alloh rozi bo'lsin deymizlar. Keyinlar nima kelganlar sizlar? Kutyapti kelaydi. Final. Hocaga oling. Savol ishlar yurishib ketdi. Rahmat. Beradi. Qobilga? Yo'q. Qobilga. Suvchi? Aylanmasam sovutmasdan. Qani. Sizlarga yoqimli safar. Rahmat.
Yashil ehson mukofot ehson bilan ekan. Endi mashina mana bunga qo'yaylik. Murat kel Sırasıyla. Burada var da şimdi. Bazı size sorayım. Hoca gelin arkadaşım. Bana da çırağı. Taşıyla. Oldu mu? Gelin. Hop. Endi mana shuncha yaxshiliklar, shuncha bir chiroyli xayriy ihsonlar Alloh qabul aylasin. Mana tabarruk yoshga, ya'ni bir kam mana o'zlari aytib turibdilar 90 yoshdagi Pir va davlat otaxonimiz mana davramizda turibdilar. Mana shu ihsonga avvalo mana shu ukalarimizga ustozlik qilgan mana hoji akam shu yerdalar. Mana Dilmurodjon mana yonlaridagi hamma hamkasblar sizlarni bu qilgan yaxshiliklaringizni Alloh taoloning o'zi mukofotlasin. Bunga tili ojiz. Endi biz maqtab gapirganimiz bilan doim shu Alloh nazdida nazariga tushib yuraveringlar. Har holda yuzlaringiz doim yorug' bo'lsin. Xalqda ishonchini ziyoda qilib, yana ham yuzlaringiz yorug' bo'lib yurishlikni Xudo nasib etsin. Mo'tabar akamizga Alloh bu uyda xayrli qilsin, barakotli qilsin. Bu uylarda endi yaxshi to'ylar bo'lsin. Faqat endi to'ylarga kelaylik, xursandchiliklaringizda sherik bo'lishlikda Xudo hammamizga ham nasib etsin. Mana shu uyda mana sizga mana ukalarimizni oldida turib, mana hoji akam mana bir qancha yaxshiliklar bilan sizga yaxshi odamga yonlashib, mana hoji akam ham qo'ldan kelgancha bunga hissasini qo'shib ihsonlarni qilibdilar. Hoji akam ham ihsonlarni Alloh qabul etsin. Hojimni qo'shib bersin. Ilohim. Amin. Endi xizmatlariga rozi bo'lasizlar. Minnamid. Mo'tabar aka, endi siz shu yerda istiqomat qilasiz. Endi bu namozlaringizda bu akalarimizni yurt haqqiga shuni bir uyli joyli bo'lishligiga sababchi insonlar yurtimizni, yurtboshimizni haqlariga chiroyli duoda bo'lsangiz, mana shu sizdan bo'ladigan shukrona shu endi. Yurtni haqqiga, yurtboshini haqqiga, mana shu Dilmurodjon ukalarimiz sabab bo'ldi, bularning haqqiga duo qilasiz. Shu endi, shu bilan Xudo yana ham ziyoda qiladi. Endi xo'p desalaringiz, biz suhbatning oxirini bir Allohning kalomi bilan yakunlasak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahım. Allahümme nevvir kulubana bi hürmetil Kur'an ve yessir umurana bi berekatil Kur'an ve şrah sudurana bi tilavatil Kur'an واغفر ذنوبنا بعنايات القرآن وهون لنا سكرات الموت بشراب القرآن وثقل ميزاننا يوم القيامة بعظمات القرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام İlaha barca atin hürmetine Ülgü zatın ispatin hürmetine Muhammed adlı dostun hürmetine Nasip et ahiretinin rahatine Hama ötken Resulün hürmetine Cemiyeti yakşı kullar hürmetine Muhabbet ahlının asrarı için Rahikardi dili kumbar için Gazat kılgan İranlar canı için Şehitlerinin mübarek kanı için Ülüklerinin sakalın akı için Yiğitlerinin dili müştakı için Acizlerinin akargan başı için Yetimlerinin közünün yaşı için Şikeste bivelerinin derdi için Asr-ı halkinin yahu sardı için Ey Pâk-ı Perverdigar Alem Biz de garip bendelerinde İlahim günahlarımızı köprü giden mi? Amr kıgan işlerini becerişke azizliği kıganımızdan mı? Nahi kıgan işlerinden kaçıştan ilahim şu toktama geldiğimizden mi? Bilmedim uyağını uzun ayağım Perverdigarım Eğer var diyor dualarımızı müstecak mıyken bu sen? Mana şu yukarıda zikir kılıp etken uzini dostları, uzini yakış görgen zahlarını hak hürmeti, yetimlerini hak hürmeti, kekselerine hak hürmeti, beymallarına hak hürmeti, çarpağlarına hak hürmeti. Biz de garip bendelerinin günahlarımızı av paylap, kıyanda ağlarımızı uzun müstecak eyle. Perverdigarım ilahim mana şu kanadan yapayız bereket. Yaxshilik, fazilatlik, barakovlik kunlarni ko'p yillar nasib etdik. Parvardigorim mana shu xonadonda shunchalik kamolga yetib, mana shunday egasini topib, ilohim mana shu yerda istiqomat qilish maqomlarini ilohim shu o'zing taqdirotga bitgan ekansan. Alloh o'zingdan, o'zing hammamizdan rozi bo'l. Biz hammamiz ham o'zingdan rozimiz. Parvardigorim İlahim işlerimizge rivoj ver, kasmikallarga baraka ber. Mana shunga harakat qilgan mana ukamlarimizdan, hammalardan ham Alloh o'zing rozi bo'l. Ishlariga rivoj, kasmikallarga baraka ber. Hammalarini ham qo'shganlar bilan qo'sha qarir. Ilohim oilaviy a'zolari bilan tinchlik totuvlikda barqaror ayla. Ilohim bularni zurriyotlaridan ham o'zlariga o'xshagan saxiy, mo'min, azamat o'g'lon bo'lib, Allohning yo'lida ish qiladigan azamatlardan bo'lib, hofizi Qur'on, olim ulamolardan bo'lmoqligini nasib etsin. Xonadonda to'y ustiga to'ylar, yaxshilik kunlarda yana hammamiz bir-birlarimizni ardoqlab,
bir-birlarimizni duo qilib yurish maqomlarimizni Alloh ko'p yillar nasib etsin. Parvardigorim Alloh, ilohi mana shu xonadonda yaxshilik kunlarda doim shohidi bo'lib, ilohi mana u birodarimizni ham ko'p ilohim Alloh taolo o'ngan o'sganlar qatorida qilib, el yurtda xizmatida Javlon uni bu ukamizni ham tan jonini sog' qil. Ilohim mana shu vatanda istiqomat qilgan ilohim mana shu ukamizni ham ilohim qayerda bo'lsa ham o'z panohingda asra. Mana shunga sabab bo'lgan ukalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina Qoraga yana bir iltimosimiz bor. Agar ma'qul ko'rsalaringiz, shu bizning kanalimiz orqali minglagan xalq hissa qo'shdi. Asosiy biz sababchi insonmiz xolos, lekin asosiy ishni qilgan shu yerda xalqimiz bor. Qolaversa, mana shu uyda egasi Hoji akami oilalarida ozgina bemorchiliklari bor. Shu insonlar haqiqiy bir chiroyli duo qilyapsiz. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo Alloh taolo bu jannat makon yurtimiz O'zbekistonimizni tinch, osmonimizni musaffo, xalqimizni omon qilsin. Yurtimizni samoviy aroziy balo ofatlardan hifz va himoyasida saqlasin. Yurtimizda bo'layotgan islohotlarni bundan ham ziyoda aylasin. Mana muhtaram prezidentimiz boshchiligida olib borilayotgan barcha xayrli ishlarimizda Xudo taoloning o'zi madadkor bo'lsin. Alloh taolo bu xonadon Mo'tabar akamizga ham xayrli, muborakli, barakotli bo'lsin. Shu xonadonda yaxshi kunlar bo'lib, to'y tomoshalar bo'lishini Xudo muvaffaq aylasin. Mana shu xonadonlik, ya'ni uylik bo'lishligiga bir hissasini qo'shgan ihson qiluvchilar, barchalarining ihsonlarini Alloh qabul aylasin. Nima niyatda qilgan bo'lsalar, niyat, murodi, maqsadlariga muvaffaq aylasin. Mana Hoji akam o'zlari mana bir qancha xonadonda mana bezagi bilan chiroyli holatda mana topshirib Hoji akamlar ham Xudo taolo bu ihsonlarni qabul aylasin. Buni sharofatidan bemorlarga ham Alloh g'oyibiy shifo bersin. Doim tan jonlari sog', umrlari ziyoda bo'lishligiga Xudo muvaffaq qilsin. Allohim mana tadbirkor aka-ukalarimizni olib borayotgan ishlariga Xudo rivoj bersin. Bu yilgi dehqonchiliklarimizga ham baraka, xayrlar ato aylasin. Mana Oxinjon Hoji akam boshchiligida Dilmurodjon, mana hoji ukalarimiz hammalarni ham Xudo tan jonlarini sog' qilsin. Shu elimiz, yurtimizni ko'p xizmatlarni qilib, duolarni olib, xalq oldida yuzlari yorug' bo'lib yurishlarini Xudoyim nasib etsin. Allohumma robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika. Alloh qabul qilsin. Sog' bo'ling. Hech bo'lmang. Fazlar mana Xudo xolasa inshaalloh mana yakunlab oldik. Endiga qilsam Xudo xolasa shu oilani olib kelib qizlarni topshirish jarayoni boshlanadi. Buni ham kuzatib turasiz. Odiljon Xomidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 52 00 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkin shaharchasi, Dasht mahallasi.